Psixologiya sohada o'qiyotganlar bular biladi. Shizofreniya, shizoid kasalligi, paranoyal kasalliklar deymiz. Juda qiziqarli, chunki ko'pchiligi bu menimcha qiziq bo'lsa kerak, yana ham shizofreniyaning davosi bormi? Shizoid yoki paranoyal buzilishlarning davosi bormi? Ya'ni keyingi o'rinda buni psixoterapiya tomonidan tushuntirishi mumkin, lekin siz psixiatr sohasidan bunda hozir tibbiyot qay darajaga kelgan? Juda o'rinli savol bo'ldiki, ya'ni bu yerda albatta biz ikkita narsani alohida nima aytishimiz kerakki, ya'ni shizofreniya kasalligi va shizofreniya shaxs buzilishi, ya'ni eski nomi bu shaxs psixopatiya aytardikda, bu ikki xil narsa. Buni albatta faqatgina o'sha mutaxassis, vrach mutaxassis kerak bo'lsa psixiatr farqiga boradi. Lekin boshida albatta o'sha inson psixolog oldiga, nevrolog oldiga borishi mumkinki, ya'ni u yerda o'sha mutaxassislar birinchi pog'onadagi, ya'ni oilaviy poliklinika bo'lishi mumkin yoki boshqa joy bo'lishi mumkin. O'shalar keyin uni yo'lantiradi albatta. Bu aytganingiz shu bitta ta'birga juda mos kelyapti. Qarang, aytadi-yu, xalq orasida shunday bir termin bor. Kulib psixiatr oldiga borishdan oldin yig'lab psixolog oldiga borgan yaxshi deydi, to'g'rimi? Ya'ni bu so'zni tagida aslida ma'lum bir holatga hali kech bo'lmasdan turib harakat qil degani, to'g'rimi? Shu yo'lda nima tavsiya bergan bo'lardingiz? Haqiqatan ana shu ruhiy buzilishlarni cho'kib ketmasdan turib, chuqurlashib ketmasdan turib, qaysi signallar sohangizdan kelib chiqib, qaysi simptomlarni, belgilar natijasida kimga murojaat etishlik kerakligini. Mana hozir juda o'rinli savol berdingizki, ya'ni ko'pchilik mana qachon, ya'ni biz aytamizki, mana bu bir qushtirnoq ichidagi bir qizil bayroq deymiz, ya'ni o'sha belgi, ya'ni simptom tibbiyot tilida, ya'ni agarki o'sha oilada qanaqadir bir o'sha oila a'zolarida bir qanaqadir bir noxush narsani his qilsak yoki qanaqadir xulq-atvorda o'zgarishlar yokida u deylik bola, farzandimiz yokida o'smir qanaqadir bir odamavo bo'lib ketyapti yokida u masalan uyda hamma yog'ini yopib o'sha jamiyatdan kerak bo'lsa shu oiladan qanaqadir masofada o'zini tutish boshladi. Ana bu dastlabki simptom, dastlabki belgi, turtki bo'lish kerakki. Demak, bu signal albatta bola bo'lsa ota-onalariga bo'lishi kerak. To'g'rimi? Katta bo'lsa uning yaqinlariga bo'lishi kerak, to'g'rimi? Albatta. Siz aytganingizdek, bo'ya bergan savolingizga mana bu shizofreniya kasalligidan, ya'ni bugungi kunda nimasi davo bormi? Albatta bor. Ham reabilitatsiya, ham psixoterapiya yordamida, neyroreabilitatsiya yordamida biz albatta yordam berishga tayyormiz. Demak, turli xil shizofreniya darajasidagi bo'lgan insonlarni ketma-ket, to'g'rimi? Haliga aytadi ruslar, poshagovoy kombinatsiyalar orqali, demak, tuzalib ketish ehtimoli yuqori. Va bitta narsani alohida o'tishimiz kerakki, ya'ni psixiatriya nafaqat shizofreniya kasalligidan iborat, ya'ni Blair kasalligidan iborat emasdir, balki mana bu yerda qator depressiya, boshqa buzilishlar, xulq-atvor bilan buzilishlar, ya'ni o'smirlarda mana aytamizki, расстройство аутического спектра, ya'ni o'zbek tilida o'sha autistik spektr buzilishlar va boshqa. Hozir mana efir vaqtida hamma barcha ushbu bor o'zgarishlarni, buzilishni aytishga vaqt yetmaydi, lekin siz aytganingizda o'sha qanaqadir o'zgarishni his qildikmi, albatta psixolog, ruhshunos kerak bo'lsa psixiatr oldiga qancha vaqtli borishsa shuncha maqsadga muvofiq bo'ladi. Juda yaxshi. Bu ma'lumotlar mana eshituvchilarimizga menimcha qo'shimcha ravishda bilim jihatdan foydali bo'lyapti deb o'ylaymiz va shu xotirda hozirgi dolzarb, ya'ni klinikangizga murojaat qilishayotgan yoki olib kelishayotgan buzilishlarning eng aksariyati qaysi sindrom yoki o'sha qaysi diagnozlarga to'g'ri keladi, Timur aka? Juda bir dolzarb muammo ko'tardingizki, ya'ni bugungi kunda biz qaysi ko'proq o'sha siz aytganingizdek tashxis yoki sindrom, simptomlarni kuzatamizki, ya'ni agarki bizda o'sha o'smir bolalarni olsak, albatta ushbu xulq-atvorda o'zgarishlar, ya'ni o'sha ko'pchilik ota-ona kelishadiki, ya'ni mana aytgan narsani quloq solmaydi yokida masalan oldin 5-4 ga o'qigan, hozir esa mana o'sha nimasi o'zlashtirish bo'yicha ancha pasayapti, ya'ni o'qituvchilar qanaqadir bir kelib bizga
yordam bering, keling bolangiz ancha 3-2 ga o'qiyapti, lekin bu yerda aql faoliyati o'zgarishli emas, balki bu yerda aynan o'sha diqqat e'tibor yetishmovchiligi natijasida kelib chiqadi. Ya'ni ana alohida bitta narsaga e'tibor berishimiz kerakki, informatsiya ko'p, ma'lumot ko'p. Ba'zi voqeada bosh miya uni analiz, sintez qilishga tayyor emas yoki ulgurmayapti. Shuning uchun depressiv o'zgarishlar, qator aytamizki, o'sha qo'rquvlar yokida o'sha vahima namoyon bo'ladi. Lekin ba'zi voqealarda o'sha inson kech keladida, ya'ni bu kasallik, bu buzilish to'g'ri aytsa bo'ladiki, ancha boshlangan, lekin vaqtida unga hech kim yordam bermagan, e'tibor bermagan. Va bularni ichida bir nechtasini sanab bera olasizmi? Qaysilari ko'proq, eng ko'pi murojaat etib kelishadi? Qaysi tashxis bilan? Agar tashxisga keladigan bo'lsak, ya'ni biz aytganimizda psixogeniya, eski tilida nevroz kasalligi, ya'ni bosh miya charchagan, nevrosteniya kasalligi va o'smirlarda o'sha aytganimizda autistik spektr buzilishi, ya'ni autizm oddiy tilida agar aytsak. Bundan tashqari fobiyalar, ya'ni biz aytamizki, bu qo'rquvlar, ya'ni yopishqoq qo'rquvlar va albatta prokrastinatsiya bu tashxis emas, lekin bu holat biz bugungi kunda uni juda tez kuzatamizki, ya'ni qanaqadir bir maqsad qo'yilganki, lekin uni erishish uchun vaqt yetmaydi yoki har doim ertaga qilaman deb. Keling, mana shu prokrastinatsiya haqida hozir gapirishdan oldin yana bir narsani eslatib o'tamiz azizlarimizga. Azizlar, sizlar klinik psixologiya sohasida aynan mutaxassislar bilan efirni ko'ryapsiz va ushbu kanalimizni psixologiya sohasida qiziqayotgan yoki ta'lim olayotgan, ishlayotgan hamkasbingiz va do'stlaringizga jo'natishingiz mumkin. Albatta YouTube kanalimizda obuna bo'ling va obuna bo'lib savollaringizni yozib qolishingiz mumkin. Qaysi mavzularda ko'proq biza kontent, video lavhalarni qilishimiz mumkin. E'tibor bering, Sardor Dursunov bilan birgalikda bir nechta mutaxassislar bundan keyin ishtirok etadi. Mana birinchi bugungi mutaxassisimiz Toshkent ruhiy kasalliklar shifoxonasi dotsent, kafedra dotsenti Timur aka bilan birgalikdamiz. Timur aka, aytingchi, mana hozir prokrastinatsiya haqida gapirdik. Prokrastinatsiya tibbiyotdan ko'proq hozir ijtimoiy sohada juda ham aktual bo'ldi-da, juda dolzarb. To'g'ri. Bu bir kasallik emas, lekin insonni o'sha nerv psixologik xususiyat va xulq-atvor jarayonlariga juda ta'sir etadigan narsa. Kerak bo'lsa, bu insonning oqibatini o'zgartiradigan. Haligi o'zini turmushida ma'lum bir maqsad qo'ydim, maqsadga erisha olmasa, ertaga kun uni shaxs xususiyatini o'zgartirib yuboradigan bir salbiy bir odat desak to'g'ridir. Nima deb o'ylaysiz? Shu prokrastinatsiyani mutaxassis sifatida siz qanday ta'riflagan bo'lardingiz va prokrastinatsiyani eng dolzarb, ya'ni sizni holatingizda, siz ishlayotgan joyingizda eng dolzarb nimasi bilan murojaat etib kelishadi? Rahmat kattakon. Bu haqiqatdan bugungi kunda bilasizlarmi, mana bu prokrastinatsiya jarayon o'sha maishiy har kun qilayotgan ishlarimizga juda katta bir nima deymiz, o'sha ham ta'sir beradi. Shu yerda gapingizni bo'ldim. Prokrastinatsiya bu ma'lum bir ishni qoldirishdir, ma'lum bir ishni doim ortga surishdir. Ya'ni bugun qilishim kerak, bo'lmadi, sabab bahona tayyor, ertaga qilaman, ertaga yana bahonalar tayyor, shu bilan qolib ketadi. Ya'ni biz bunga oddiy ta'rif qiladigan bo'lsak, ma'lum bir ishni surunkali ravishda ortga surish holatidir. Siz aytganingizdek o'sha orqaga suriladi va har doimgidek o'sha dushanba sindromi degan namoyon bo'ladi. Ya'ni bugun ulgurmadim, qanaqadir bir o'zimiz uchun reja yaratamiz, yozamizki, lekin o'sha har doimgidek mayli dushanba kelishi bilan uni qilaman, bajaraman, lekin afsuski uni qila olmaymiz. Nimaga? Mana bu yerda bitta narsaga urg'u berish kerak, ya'ni dangasalik bilan prokrastinatsiya ikki xil narsa. Azizlar, bilasizlarmi, dangasalik bu fiziologik jarayon. Ya'ni qachonki bizning organizmimiz bu narsa qanaqadir bir ishda masalan istak bo'lmasa, bizda o'sha dangasalik paydo bo'ladi. Lekin prokrastinatsiya bu har doim asosiy narsa ruhiy stress natijasida kelib chiqadi. Bu narsaga ahamiyat berishimiz kerak. Ya'ni biz bir nechta ishini boshlaymiz, lekin aktual bitta bir bugun qilishim kerak, birinchidan bu ish qilaman, keyin boshqa ishga o'taman. Aynan mana bu tarzda ish qilishimiz kerak. Qachonki biz bilasizlarmi, ko'pchilikda ko'p vaqtida, ko'p nimada bizda bir narsani masalan maqsad qo'ydim, lekin kimdir kelib, "Yo'q, hozir siz mana bu ishni
qilishingiz kerak. Bu ishdan bizani chalg'itadi. Eng asosiy sabab bu bo'ladi. Ya'ni prokrastinatorlarga ko'proq odamlar munosabatida ishonch ham pasayib ketadi. Albatta. Bilasa, ya'ni inson biror bir ishini aytishni yoki bo'lmasa o'sha vazifani qilishga ham ishonmay qo'yadi. Shu darajagacha keladiki, u insonni qo'lidan ya'ni hech ish kelmaydi emas, balkida o'sha vaqtida o'sha ishni bajara olmaydi. Ishonchim butkul emas unga. Ishona olmayman degan holat. Qarang, bu munosabatlar, ijtimoiy psixologik munosabatlarga qay darajada ta'sir ko'rsatyapti, to'g'rimi? Albatta. Mana stress dedingiz, lekin stress hammada bor-ku. Ishimizda bor, o'qishimizda bor, stresssiz hayot yo'q. Haligi olimlarning so'zi bilan aytganda, stress bu demak inson tirikligidan dalolat beradigan bir holat. Tirikmizki, biz o'sha atrof muhitga bo'lgan reaksiyamizni ma'lum bir me'yorda yuqori stressda, ma'lum bir me'yorda past stressda. Bundan tashqari, hop, stressdan tashqari o'zi aslida bunaqa insonlarni tipi qanaqa, ya'ni kelayotganda siz analiz qilib tashxis qo'yayotganingizda nimalardan ko'proq e'tibor bergansiz, kuzatgansiz, ularni qanday belgilari bor, ana shuni holatga tushishi va ularni ana shu tegida sababida. Что bu biz nimaga aytyapmiz? Что ko'rayotgan muxlislarimizda prokrastinatsiyasi bor bo'lgan insonlarga bilish va ularga keyingi o'rinda tavsiyalaringizni ham berib o'tsangiz. Savol berganingiz uchun juda rahmat. Albatta, mana bu yerda bir qator o'sha tashqi va ichki omil rol o'ynaydi. Siz aytganingizda, albatta mana bu yerda ichki faktor, ya'ni omillarni agar biz olsak, yana bu yerda temperament, xarakter albatta katta rol o'ynaydi. U bir. Ikkinchidan, mana bu yerda bir xil, bilasizlarmi, surunkali ravishda o'zini nima deydi, kamsitish, o'z-o'zini kamsitish yoki bo'lmasa o'z-o'zini baholash, ya'ni samatsinka deymiz, pasaygan. Nima natijasida pasaygan? Chunki tashqi omil o'z navbatida katta rol o'ynagan. U nima bo'lishi mumkin? U o'z navbatida prokrastinatsiya olib keluvchi o'sha anaqadir bir kamsitish bo'lishi mumkin yoki har doim har kun unga hech kim ishonmaydi va albatta o'z navbatida bu distressga olib keladi. Selye bo'yicha biz yaxshi bilamizki, fransuz olim bu stress va uni 3 ta qadamini, etapini isbotlab bergan. Biz albatta stress siz aytganingizdek bu fiziologik, bu norma holat, ya'ni bu qanaqadir bir tashqi yoki ichki faktor natijasida odam organizm tomonidan reaksiya bildiradi. Bu yaxshi, stresssiz yashab bo'lmaydi, u bir. Lekin biz albatta o'sha patologik stress, ya'ni distress bo'yicha nazarda tutiladi. И uchinchi eng katta dolzarb muammo, ya'ni kerak bo'lsa o'sha sababchi omil bu albatta o'sha yozmaslik, ya'ni har doim diary, dnevnik, kundalik etamiz. Biz yonimizda o'sha qanaqadir fikr g'oya keldimi yoki qanaqadir bir time management degan narsa, bu zamonaviy jahonda kelib chiqqan talab, ehtiyoj. Albatta yozish kerak, chunki g'oya keldimi, ushbu g'oyani albatta yozishimiz kerak. Ya'ni nafaqat verbal, balkim o'shani yozuv, non-verbal, ya'ni harakatlar orqali yozganda miya bu narsani ko'proq ongli ravishda qabul etadi. Farqiga boramiz. Albatta, farqiga boramiz va keyin albatta bu narsani oxirigacha yetib borish uchun bizda kuch bo'ladi. Chunki mana bu yerga g'oya keldi, biz uni xotiraga oldik, keyin fiksatsiya, retensiya, reproduksiya qilamiz. U bir. Ikkinchidan, biz yaxshi bilamizki, ma'lumot juda ko'p. Ya'ni miyani qaysidir bir ma'noda uni yengish uchun, ya'ni ko'p ma'lumot keyin bir-biriga o'sha chalg'itmasligi uchun biz albatta o'zimizga yordam berishimiz kerak. Albatta o'sha patsientlar va studentlar, talabalar savol beradiki, Timur Bahadir, keling bizga bir o'rgating bizani, yokida patsientlar kelib aytadiki, bizga yordam bering, bizni mana xotira pasaygan. Lekin albatta o'sha kognitiv faoliyat bu o'zgarishlarga mana bu prokrastinatsiya ham o'z navbatiga juda chuqur urg'u beradi. Demak, mana shu ijtimoiy hozirgi shart-sharoitimizda ko'proq gadjetlarni kirib kelishi, ko'proq maksimum informatsiyalarni filtrdan o'tish natijasida inson qaysi bir ma'lumotga e'tibor berishni ham nima deydi, qaysi biri muhimligi jihatidan ham shoshib qaror qabul qilishda qiynalyapti. Mana shu narsa ham o'zi aslida ko'p massiv ma'lumotlarning kelishi, to'g'rimi? O'sha gadjetlardan to'g'ri va maqsadli foydalanmaslik, bu mavzu nafaqat hozir yosh bolalarga, o'smir yoshdagilarga e'tibor bersangiz, yosh kattalardagi o'sha prokrastinatsiya holatlari ham aynan sabab omil sifatida tashqi o'sha gadjetlarni, to'g'rimi? Turli xil ijtimoiy tarmoqlarni kirib ketishimiz mana shu ham prokrastinatsiyaning sababi bo'ladi.
To'g'rimi? Albatta, siz juda bir dolzarb mavzuni ko'tardingizki, ya'ni o'sha qator gadjetlar, ular qaysi gadjet bo'lmasin, qat'iy nazar, albatta ulardan biz to'g'ri foydalanishimiz kerak va nafaqat o'zimiz, balkim o'sha farzandlarimizni, ushbu o'quvchilarni, talaba yoshlarni biz o'rgatishimiz kerak. Chunki bu oqilona foydalanishsak, agar ya'ni o'sha gigiyena talabga to'g'ri bergan talablarga rioya qilsak, albatta bu prokrastinatsiya bo'lmaydi. Chunki gadjetsiz yashash bo'lmaydi hozir. Uni biz yaxshi bilamizki, chunki hozir qariyalar ham qancha yoshi ulug', yoshi kichik insonlar hamma foydalanadi. O'zimiz foydalanamiz. Chunki u yerda mana biz yaxshi bilamizki, har juda ko'p yaxshi kerak bo'lgan axborot ma'lumotlar bor. U siz bo'lmaydi. To'g'ri. Juda yaxshi azizlar. Demak, biz mana shu bugungi psixologiyaning tibbiyotga bag'ishlangan, ya'ni tibbiyot sferasi bilan bog'liq bo'lgan aktual dolzarb masalalar bo'yicha gaplashib o'tdik. Ya'ni psixiatriya, klinik psixologik buzilishlar shaxsdagi mavzularning ichida, demak, eng oxirgisi hozir doim ortga surish, prokrastinatsiya mavzusi ham gaplashdik. Sizlarda agarda savollaringiz bor bo'lsa, demak, bizni mana Svetam keldi, ko'ryapsiz. Demak, xudo xolasa bundan keyingi mavzularni yana ham oydinlik, yana ham aniqlik kiritib, xudo xolasa sizlarni aktual bo'lgan savollaringizga ulashamiz.